Mana dalil. Zamonaviy telefon ko'ryapsizmi? Mana bundan 150 yil oldingi telefon. Katta farq bor, to'g'rimi? Davom etamiz. Mana bugungi mashina. Mana bundan 150 yil oldingi mashina. Katta farq bor, shundaymi? Endi buni qarang. Mana bugungi sinfxona. Mana bu esa bundan 150 yil oldin foydalangan sinf. Bu sharmandalik emasmi? Aynan bir asrdan ko'proq vaqt o'tdiki, hech narsa o'zgargani yo'q. Shundoq bo'la turib o'quvchilarni kelajakka tayyorlayotganingizni iddao qilasiz. Lekin shuncha dalillar turganda o'zimga savol beraman. Siz o'quvchilarni kelajakka tayyorlayapsizmi yoki o'tmishgami? Afsuski, ko'plab davlatlar ta'lim tizimida ahvol shunday. Mayda bo'zi bolalar uchun nega kerak deb o'ylaysiz? Ota-onalarni to'polonchi bolalardan qutqarish uchunmi? Dunyoda shunday mamlakat borki, u yerda bolalar darslarda ozgina o'qib, qolgan vaqtda ko'chada o'ynaydi, uyga vazifa yozmaydi, imtihon topshirmaydi. O'qituvchilar esa dunyodagi eng obro'li kasb egalari hisoblanishadi. Yo'q, bu ertaga emas, bu Finlandiya. Timothy Walker o'zining Finlandiya ta'lim mo'jiz kitobida aynan shu savolga javob beradi. Biz bolalarni imtihonga tayyorlashimiz kerakmi yoki hayotga?